Qadrligim, men sizni ko'rgili keldim. Putungiz qandaqroq bo'lib qoldi? Doktor nima deydi? Menga maydigan bo'lib qolsangiz harigiz bo'lmaydi. Sizga biror ish bo'lib qolsa, men yashayolmayman. Arkadaşlarımni dal joyida kontrol qilishim kerak. Murodil aslidagi bosh personajning o'ziga chaplashib olishi hammadan o'shiydi. Men uningga qancha chaplashib olgansir, u mendan shuncha bezor bo'ladi. Siz nima qilib keldingiz? Sizni qo'sig'i ichib qolmasin deb ansirab qoldim. Qadrligim, bu shogirishni necha soat qaynatdim. Cho'qim tetib yiqing. Sizga yegizib qo'yay-a. Bu men inchikalik bilan tanlab turdagi baho nomeri 1.0 bo'lgan tamoq buyutish do'kondan setib olgan shogirish. Yana texi alaytan yerim bo'liq tuz selib etdim. Eg'zingizni ko'ydirib qo'yamisimu, tuzliqligi rosa bearam qiladi. Yegim yo'q, av yerga qo'yib qo'ying. Qadrligim, unda qilsangiz qandoq bo'ladi? Yana bir qo'shiqli yeb yiqing. Rost shogirish etaman deb qo'llarimni telib ketdi. Quruq shogirishni qandaqmi oziqlik qimmati bo'ladi? Akalang, ay! Murodil aka, anglasam, qatnash hodisasida putingiz yorilibdi. Chatoq yo'qdi-a? Men xalqaroliq danliq doktorlarni taniyman. Kesilingizni ko'rishga ularni taklif qilib akelay-a? Hojat yo'q. Nilofar boy oilaning qizi, Qarmoq Esilzoda oilaning qizida ko'rinsa-mu, ammo ichidan zahar qatraydigan ayol. U Murodilni bek yaxshi ko'rgachga har xil vositalarni qo'llanib, aslidagi bosh personajni ajrashishga quturtib, oxirida unimi vayron qilib etgan. Lola, Nilofarga nima ishqim shunday baho berdi? Murodil aka, bu qitimli qatnash voqeasi yuz bermagan bo'lsa, shahar sirtidagi siz oladigan yermi qo'ldan ketmaydi. Umid guruhining bu qitimli ziyni 100 million yuandan oshadi. Biroq bu qitimli qatnash voqeasining Lola bilan munosabati yo'qligiga ishonaman. Bu gap ajab g'alati anglayapti-da. U menga shunday haqorat qilyapti. Murodil ajrashish kelishimiga imzo qo'ybasangiz bo'larmikin? Erim, bu kelishimga hargiz imzo qo'ymang bo'lamdi. Mening siz bilan ajrashishim yo'q. Men buningdan keyin yavaşlik bilan gapingizni anglab, hargiz yeningizdan ketmayman. Siz imzo qo'ymang, hargiz imzo qo'ymang. Bak, ashumat to'g'ri. U mendan ayrilishga shuncha taqozo qilayotganmidi? Imzo qo'ymang, ha? Ma'qul. Ammo biz vaqtincha ajrashmay turaylik.